يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، الله سبحانه وتعالى madad so'rab biz Allama ibn Qayyim rahimahullohni Ig'osatul Lahfan kitobini o'qishda davom etamiz. Xo'p, shayton o'zi asli kitobimiz shaytonning hiylalari haqida ketyapti. Shayton qanday qilib turib odamlarni yo'ldan ozdirishi haqida gapiryapti-da. Xo'p, faslun fi bayani kaydi shaytoni li nafsihi. Shayton u ota-onaga, ya'ni odam alayhissalom va momo Havoga hiyla qilishdan oldin o'ziga hiyla qilganligi haqida gapiramiz. Ya'ni shayton odam alayhissalomga zarar berishdan oldin ko'proq kimga zarar bergan? O'ziga zarar bergan, o'ziga o'zi pand bergan u. Keyin bu narsaga cheklanib qolmagan shayton, faqat o'ziga zarar berishga emas, hattoki o'zini zurriyotlariga u shayton hiyla qildi va odamning zurriyotlariga o'tdi keyin. Va u shayton o'ziga ham mash'um bo'ldi. Ya'ni o'ziga ham o'zi bir shumqadam bo'ldi. O'zi uchun ham, o'zini zurriyotlari uchun ham va o'zini do'stlari uchun ham va unga toat qilgan jin va insonlar uchun ham shumqadam bo'ldi. O'sha shaytonni deb ketdi kiritgan joyga odamlar. Avvalambor o'zini ham tiqdi do'zaxga va unga ergashgan zurriyotlarini ham hammasini do'zaxga tiqdi. Ya'ni mash'um bo'lganda ota farzandlari uchun mash'um bo'ladi. Ota dunyoga bo'lgan shahvati uchun farzandlarini oladida, yosh farzandlarini olib ketib g'arbda yashaydi. Yaxshi yashayman deb niyatda, shahvati uchun boradida, o'sha yerda yashaydi. U bolalar o'sha yerda suyagi qotib, g'arb madaniyati bilan katta bo'lib, keyin qarasangiz biri nasoro bo'lib ketgan, biri dinsiz, biri feminist bo'lib ketgan, bachchavoz bo'lib ketgan, artist bo'lib ketgan. O'sha bolalarni mana shu holatga keltirgan ota mash'um ota. O'sha bu o'zini birinchi o'rinda o'zini halok qildi va o'ziga qo'shib bolalarni ham halok qildi bu odam. Nima uchun? O'sha shahvati uchun. Odamlarga o'xshab mahallada kirib chiqib yashab yuraverdi, yo'q, unga sabr qilmadi bu odam. Bu boy bo'lib yashashni xohladi. Yaxshiroq mashina minaman, yaxshiroq uy qilaman, odamlardan ko'ra boshqacharoq yashayman dedi-da olib ketdi. Bu odam mash'um bo'ldi. Mash'um degani o'sha shumqadam, hammaga bir kulfat keltirgan bir yomonlik sababchisi bo'lib qoldi. Xuddi shunday shayton mana shunday bo'ldi. Odam alayhissalom va momo Havoga yomonligidan oldin o'ziga yomonlik qildi, o'zini zurriyoti va atbolariga, unga itoat qilgan jin va shaytonlarga hammasiga mash'um bo'ldi. Ammo o'ziga o'zi hiylasi, o'ziga qilgan ishini tushuntiradigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo unga Odam alayhissalomga sajda qilib buyurgan paytda shayton Allohning buyrug'iga bo'ysunishida, toat qilishida shaytonning saodati va najoti, azizligi va do'zaxdan qutulishi bor edi. Unga buni johil, zolim nafsi g'ulg'ula qildiki, Odam alayhissalomga sajda qilishda uni yerga urish bor shaytonni va uni nafsini haqir nima qilish bor, poymol qilish bor deb tushundi. Chunki bu iz yaqda'u va yaqa'u sajidan, loydan yaratilgan kishiga sajda qilib bu bo'ysunamanmi? Va u bo'lsa shaytonning o'zi olovdan yaratilgan bo'lsa, olov uni gumonicha loydan ko'ra sharafliroq deb bo'lib tuyuldi. Demak, olovdan yaratilgan narsa loydan yaratilgan narsadan ko'ra yaxshiroq bo'lib tuyuldi va afzalni o'zidan pastroq bo'lgan narsaga bo'ysunishi, bo'yin egishi uni g'adodatun alayhi, uni yerga urish va uni manzilatini oyoq osti qilish deb tushundi shayton. Shaytonning xatolarini qarasangiz, bir qancha xatolar unga mukammal joylashgan. Eng birinchisi kibr. Va undan keyin johillik. Johil. Bu ana bu narsada keyin jur'at. Alloh taologa jur'at qilish, qilmayman degan holatga borish. Undan keyin endi men bunday qilaman, endi bunday qilaman degan gaplarni gapirish. Agar yaxshilab bir uni biz yaxshilab uni tekshirib qarasak, juda katta muammolarni ko'ramiz. O'shalarning eng kattasi kibr. Kibrning aslisi johillik bo'ladi. Kibrning asli tagi johillik. Johil odam kibr bo'ladi.
Shu bir xil odamlar bo'ladi-yu, kibrlanib ketib qoladi. Nima uchun? Puli bo'lganligi uchun. Bu johil o'ylaydiki, pulim bo'lsa bo'ldi deb o'ylaydi. Bu pul vaqtinchalik narsa, bu keldi ketdi bu narsa, bir oddiy narsa, bugun bor ertaga yo'q. Uni tushunsa kibrlanmaydi odam. Mana bu johil odam ozroq pul kirgandan keyin birdan xo'mirayib gapirib deb qo'yadi, gapirsa ham. Seriozli odam deyiladi endi u. Qisqa gapiradi, bir xuddiki bir ish odamidek u. Bir narsa qilsa ham bunday qilib harakatlari ham boshqacharoq bo'lib bir samimiylik qolib qoladi o'z-o'zidan. So'rashmaydi ham bir odam bilan. Qo'li bilan deb qo'yadi masalan ko'rishganda ham. Bo'ldi, o'sha yetadi-da endi. Ko'p gapirmada bo'ldi, ishingni ana uni ayt, maqsadga o't deganday qilib gaplashsangiz ham xuddi shunday. Ko'p gaplashmada, viji-viji qilmada menga maqsadga o't degan holati gapirib turadi o'zi. Nima uchun puli bor uni? Puli yo'q paytda bir yaxshigina odam edi. Salom bermay qo'yadi ba'zilar. Shunday tumshuq ko'tarilib qoladi. Ana bu nimadan? Bu kibrda sababi johilligidan. Shaytonda xuddi mana shu muammolar bor edi. Bu juda foydali narsa. Agar yaxshilab odam o'rgansa, o'zini isloh qilish uchun shuni bilamizki, mutakabbir odamda eng birinchi o'sha mutakabbir odam johil odam bo'ladi. Chunki o'zini kimligini o'zi bilmaydi odam. Ertaga bir boshiga kulib balo tushsa, yumshoq supurgi bo'lib qoladi. Qamalib, masalan, bo'lib qolsa, hammaga yolinib, qarindoshlarini bitta yaxshi ko'rib, mutakabbir odam qarindoshlaridan yuz o'giradi birinchi o'rinda. U johil o'ylamaydiki, bu odam ertaga uni o'liktirigiga, kuniga shular yaraydi. Kechagina shular uni odam qiluvdi. Yo'q, u narsaga esiga ham kelmaydi narsa. Falamma qama bi qalbihi hadal hawas. Bu kasallik shaytonning qalbida bo'lgandan keyin, havas degani o'sha qalb kasalligida. Bu qalbdagi buzilish kasali. Bu g'ulg'ula, qalbdagi g'ulg'ula, ya'ni aynish. Men yaxshiman, bu yomon, men bunga bo'ysunsam unday bo'lib qoladi, bunday bo'lib qoladi degan narsa tushuncha. Bu o'zim bizda orzu havas deb qo'yamiz-ku. O'sha havas deganimiz shundan olingan, vallohu alam. Orzu havas deymiz o'zbekchada. Lekin o'zbekchada ishlatilish bu insonni masalan dunyoga berilish havas ma'nosidagi narsada. Bu havas bu qalb kasalligi bu. Qalbdagi buzilish. Mana shu narsa qalbida bu kasallik bo'lgandan keyin va odam alayhisalomga hasad qilish unga qo'shilgandan keyin nima uchun hasad qildi? Robbisi subhanahu va taolo odam alayhisalomda turli xil karomatlar bilan xoslaganligini ko'rgandan keyin chidolmadi, hasad qildi. Chunki Alloh taolo odam alayhisalomni o'z qo'li bilan yaratdi. Unga xos o'zini ruhidan unga pufladi va unga maloikalarni hammasini unga sajda qildirdi. Shu jumladan shaytonga ham aytilgan sajda qilsam deb. Va unga hamma narsani ismlarini o'rgatdi. Mana bu bilan odamni maloikalardan Alloh taolo ajratdi va uni o'z jannatida turg'izdi. Mana shunday bo'lgandan keyin hasad Allohning dushmaniga biror joyga bordi. Ya'ni uni yeb bitirdi. Tamoman hasad, ya'ni bu kibr, jaholatni ustiga nima qo'shilyapti yana? Hasad ham qo'shilyapti. Mana bu narsalar eng katta o'sha qalb kasalliklarini katta yemiradigan kasalliklar bular. Odamni mana shu talab ilmlarda ham yemirib yo'q qilayotgan narsa hasad. Nima uchun ixtilof qilib, nima uchun nimada ajrab chiqadi, nima uchun odamlardan boshqacha bo'lib, o'zini boshqacha qilib tutadi? Bu odamda asli hasad bo'ladi, kibr bo'ladi. Hasad kibrdan kelib chiqadi. Kibr jaholatdan kelib chiqadi. Chunki o'zi inson johil bo'lgandan keyin kibrlanadi. Kibrlangandan keyin meniki bo'lsin deydi. Meniki bo'lsin degan odam birovdagi ne'matni olib qo'yishga o'tadi. Bu zulm, bu bag'iy. Bag'iyni qila olmagandan keyin hiqd bilan hasad bo'ladi. Ichida bir narsa tuyulib qoladi-da, o'sha joy kelganda hasad bilan hiqd davomiy turaveradi. Xuddi cho'q kuldi ichida turganday. Qachon uni ustiga xas-xashaylar tashalsa yonib ketadi. Inson qalbidagi hiqd bilan hasad o'shanday turaveradi. Ana bu narsa eslab qo'yinglarki, talab ilmlarda bo'layotgan eng katta dard mana shu narsa. Hasad, buni qalbingizdan chiqarib tashlang. Bilingki, azizlik Allohdan bo'ladi. Hech qachon masalan bir talab ilmdan siz kam bo'lib qolmaysiz, hech qachon agar o'shanga tavozi qilsangiz. Unga borib bir narsa o'qib bersangiz, undan bir narsa o'rgansangiz, uni shogirdiga aylanib qolmaysiz yo undan past odamga aylanib qolmaysiz. Aziz bo'lgandan aziz bo'lasiz. Buni tushunmagan johil men undan ko'ra afzalman degan nimaga o'tib oladi-da, ana keyin boshlanadi.
uni aybini izlaydi, oyog'ini toyishini kutib o'tiradi. Bitta oyog'i toygan joyda o'shani tepib balchiqqa tiqib olishga harakat qiladi. O'shani ko'rsataveradi. Men bu joyda bunday qilgan, bu joyda bunday qilgan, bu joyda faqat shu takrorlanaveradi. Shayx Abu Soq aytayapti bir kun. Menga deydi bittasi kelib aytdi, bir odam men ribo yeyveraman, nima bo'lsa ham ribo yeyveraman men deb aytuvdi deydi. Savol keluvdi deydi. Men aytdim, bunday bo'lsa kofir u deb aytganman deydi. Ya'ni bu halol sanaganligi uchun aytganman. Gapim mujmal chiqqan. Bu narsani 6 yil oldin aytuvdim deydi. Haligacha deydi, mana ular bu Abu Soq takfirchi bo'ldi, Abu Soq murtakibul kabironi kofir deydi. Hali ribo yegan odamlarni kofir deydi bu. Ribo yegan odamlarni kofir deydi deb menga gapiradi. Hali bular bilan qiyomatda ko'rishadigan joyim bor deydi. Bularni topib olgan narsasi mana shu. Abu Soq takfirchi. Sababi mana ribo yegan odamni harom bu kofir degan. Mana bor uni anasi deb aytaveradi. U gapi mujmalni kim ochib beradi? Mujmil. Meni o'zimga qaytsaydi, bundan nima maqsad qiluvding desa, men uni halol sanagan odam e'tiborida aytganman bu gapni. Halol sanasa, bir gunohda halol sanasa kofir bo'ladi odam. Men buni o'lgunimcha ribo yeyman degan ekan bittasi. Halol sanagan odamni men tushunganman savoldan. Va gapim ham o'shanga qarab bo'lgan. Men o'zi aslida o'ng qo'limda chap qo'limni ajratgandan beri bilamanki, insonni nima kofir qiladi, nima kofir qilmaydi, bu takfir zavobitlarini yaxshi bilaman. Deb aytgan joylari bor-da, o'sha meni xayolimda qolib ketgan. Haqiqatan ham odam birovni yomon ko'rsa, hasad qilsa, mana shunday gapidagi mujmal yoki haqiqatan adashgan joyini izlab yurar ekan odam. Topib olsa bo'ldi, o'sha joyini qon chiqqan joydan cho'qaveradi keyin. Mana bu bunday qilgan, bu bunday qilgan, bu bunday qiladi, bu bunday qiladi. Uni qancha fazli bor gapiraman desa, ummatga qancha xizmati bor, uni unutib yuboradi. Xato kamchiligini gapiradi. Bu nimadan bu? Bu hasaddan, boshqa narsa emas bu. Hasad nimadan? Kibrdan. Kibr nimadan? Jaholatdan. Johil odam o'zi aslida kaltafahm, o'zi tushunmaydigan odam bo'ladi. Shayton buni imomi. Mana bu narsalarning eng katta namunasi bizga shayton bo'ladi. Lekin buni eng katta zarari kimga tegdi? Shaytonning katta zarari o'ziga tegdi. O'zini zurriyotlariga tegdi, unga ergashgan odamlarga tegdi. Jin nimalardan uni atbolariga tegdi. Odam alayhisalomga zarar berdimi shayton? Zarar berdimi shayton? Zarar berdi, lekin uni bergan zarari foyda bo'lib qaytdi. Ko'ryapsizmi? O'sha bergan zarari odam alayhisalomga yana ham foyda bo'lib qaytdi. Hozir buni tushuntiradi hozir. Alloh subhanahu va taolo mana shunday bu qilgandan keyin fabalagal hasad min aduvillahi kulla mablagh. Hasad Allohning dushmaniga butun borar joyga bordi. Allohning dushmani odam alayhisalomni aylanib yurardi. U va huwa salsalun kal fakhar. U kishi xuddi sopolday loy paytida. Alloh taolo odam alayhisalomni loydan yaratib, sopolga o'xshagan loydan yaratib, shu holatda qo'yib qo'ydi. Shayton kelardi, aylanardi. Rivoyatlarda keladi, og'zidan kirib, duburidan chiqib, ichlariga kirib chiqqan hamma joyga. Bu nima ekan bu? Qanaqa mavjudot ekan? Nega Alloh taolo buni yaratdi ekan? deb undan ajablanardi. Aytardiki, buyuk bir ish uchun bu yaratilgan, bekorga yaratilmagan bu. Bu katta maqsad uchun yaratilgan. Agarda u menga hukmron qilinsa, men unga osiy bo'laman. Boshdan bosh ichiga tuyib qo'yganda bu. Agar bu menga hukmron qilinsa, menga osiy bo'laman. Agar men unga hokim qilinsam, uni halok qilaman, uni yo'q qilaman o'zim. derdi. Odam alayhisalomni yaratish tamomiy bo'lgandan keyin eng chiroyli ko'rinishda, eng komil surat, chiroyli suratda qilgandan tamomiy bo'lgandan keyin va odam alayhisalomni botiniy chiroylari ilm bilan, halimlik bilan, vaqor bilan komil bo'lgandan keyin ana odamda ichki tomonni bezaydigan narsalar mana shular. Ilm, hilm va vaqor. Bosiqlik, halimlik, ilm va Robbisi subhanahu va taolo uni yaratishda o'z qo'li bilan qilgandan keyin faja'a fi ahsani xalq. Odam alayhisalom juda chiroyli bir ko'rinishga keldi va tamomiy suratga ko'ra keldi. Uzunligi tepaga qarab 60 ziro edi. U kishiga chiroy va go'zallik ridosi kiydirildi. Haybat va ko'rkamlik libosi kiydirildi. Malaikalar shunday bir manzarni ko'rishdiki, ko'rinishdi undan ko'ra chiroyliroq, yaxshiroq
yarashiqli narsani hech ko'rmagandi. O'shanda hammalari unga Robbilari taborak va taoloni buyrug'i bilan sajda qilib yiqildi farishtalar. Mana bu paytda. Ana bu hasad bo'lsa, hasadgo'y shayton fashaqqal hasudu qamisahu min dubur. Ana bu ko'ylagini orqa tarafda yirtdi keyin. Bu degani ko'ylagini orqa tarafda yirtdi degani, ya'ni bu ta'bir bu. Arab tilida bor bo'lgan narsa. Bizda boshqacharoq aytilishi mumkin bu narsa. Vasta'alat fi qalbihi niranul hasadil matin. Uni qalbida juda ham mustahkam hasad olovi unda shu alangalandi. Keyin boshlandi bu yog'i keyin. Fa'arada an-nassa bil ma'qul bi zamihi. Va u nasga Alloh taoloning to'g'ridan to'g'ri buyrug'iga o'zini gumonicha bo'lgan ma'qul bilan e'tiroz bildirdi. Xuddiki o'zini buni haqni qabul qilmaydigan botil do'stlari qilgan ishiga o'xshab. Mana bu Allohning oyatlarini ta'vil qilib ochiq nususlarni odamlarni gapi deb tashab ketayotgan odamlar, ya'ni urfi odati uchun tashaydigan yoki taqlid uchun tashayotgan odamlar yoki bilib turib o'zi o'sha olim bo'lib turgan odam ham odamlarni rozi qilish uchun, bir o'zini maqsadiga yetib olish uchun haqni tashab ketayotgan odamlar mubtil odam hisoblanadi. Mana bularning ishi asli shaytondan o'zi. Shayton mana shu ishni qildi. Alloh sajda qil desa, yo'q, men yaxshiman. Bundan ko'ra men bunga sajda qilishim noto'g'ri deb Alloh taologa e'tiroz bildiryapti bu. Va aytdiki, ana xayrun minhu, men undan ko'ra yaxshiman. Sen meni olovdan yaratding, uni bo'lsa loydan yaratding. Ha, nima bo'pti? Olovdan yaratilgan bo'lsang, loydan yaratilgan bo'lsa nima bo'pti? Aql, bunday aql bilan o'ylasa nima aqlga zid joyi bor buni? Bu ochiq nasdan yuz o'girdi va unga fosid, xunuk, bo'mag'ur fikr bilan nasga ro'para chiqdi. Keyin bunga Alimul Hakimga e'tiroz bildirish bilan uni e'tiroz bildirishni buni orqasidan keltirdi. E'tirozik allazi la tajidul uqul ila al-i'tiradi ala hikmatihi sabila. Bu Alimul Hakim Alloh shunday zot ediki, aqllar uni hikmatiga e'tiroz bildirishga hech bir yo'l topolmaydigan zot o'zi. Aslida Alloh taolaning hikmatiga hech kim ta'na qilishga yo'l topolmaydi. Shayton aytdiki, "Ara'aytaka hazallazi karramta alayya?" Sen uni mendan ustun qilgan mana bu narsani ko'ryapsanmi dedi odamni. La in akhartani ila yawmil qiyamah. Agar qiyomat kunigacha menga umr bersang, la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila. Men uni zurriyotlarini hammasini badnom qilaman. Ahtanikanna ya'ni astasilanna deganida, hech qoldirmay tagi tuv bilan quritaman. Illa ozginasiga kuchim yetmaydi dedi. Shunchalik darajada jur'at qilib Alloh taologa aytayapti-da, bu men bularni qoldirmayman. Alloh ularni jannat uchun yaratgan. Bu bo'lsa ig'vo qilishga men seni yaratgan mahluqotlaringni jannatga emas, do'zaxga olib kiraman deyapti. Alloh bilan u odam, u shayton nimaga chiqdi? Allohning qarshisiga chiqib, ro'parasiga chiqib, shunchalik jur'at qilib Allohga gapiryapti. Bitta ishi mana bu holatga olib keldi buni. Mana bu narsada o'zi bitta ish ham shuncha bo'laman demang, uni ichida chunki katta yonib yotgan narsa bor edi. Ana shu hasad, hiqd, adovat asli nimadan kelib chiqdi? Kibrdan kelib chiqdi. Kibri buni jaholatidan kelib chiqdi. Ahmoq, bu shayton olim deyilmaydi endi. Bu ahmoq bo'lmasa shunchalik bo'ladimi? Shunchalik holatdan shunchalik holatga chiqadimi? Allohga bo'lmasa tashaydimi? Alloh taologa e'tiroz bildiradimi? Va tahta hadal kalam, bu gapni tagida bu e'tiroziy gapni, bu e'tiroz bildirayotgan gapni tagida bir ma'no borki, shayton aytmoqchi, akhbirni lima karramtahu. Qani menga aytchi, nima uchun sen uni hurmatlab qo'yding bunchalik? Bu e'tirozni tubi eng chuqurida shu gap borki, annallazi fa'altahu laysa bi hikmatin wala sawab. Seni bu qilgan ishing erob, hikmat ham emas, to'g'rilik ham emas. Bu qilgan ishing xato bo'ldi. Va hikmat u menga sajda qilishni taqozo qilar edi. O'zi aslida noto'g'ri qilyapsan sen. U menga sajda qilishga, menga emas. Chunki mafdul narsa fozilga bo'ysunish kerak. Nima uchun sen hikmatga xilof qilding degan ma'no yotadi uni gapining tagida. Keyin buni keyinidan o'zini undan afzal qilishdi va uni yerga urishdi olib keldi. Faqala ana xayrun minhu dedi. Men undan yaxshiman dedi.
Kim aytdi sen undan yaxshisan deb? Olov loydan yaxshi deb kim aytdi unga? O'zicha mana fosit fikri bilan nafs sarihga teskari chiqqan ish yo'l shaytonning yo'li. Birinchi boshlagan shu. Keyin uni haligi mag'lub bo'lgan hujjati bilan buni isbotlamoqchi bo'ldi. O'zining moddasini va aslisini Odam alayhisalomning moddasi va aslisidan afzal qilishda mag'lub bo'lgan hujjat bilan, ya'ni nima deydi, yaroqsiz hujjat bilan u odam shayton isbotlamoqchi bo'ldi. Endi unga fa antajat lahu hadhihi muqaddimat, bu muqaddimalar unga endi natija qilib chiqardi uni ibosini, ya'ni bo'yin toplashini va uni sajdadan bosh tortishini va Robbul Ma'budga osiy bo'lishni keltirib chiqardi. Demak, shayton jamladi jaholat va zulm, kibr va hasad va ma'siyat va nafsga fikr bilan, aql bilan teskari kelish o'rtasini jamladi. Bularning hammasi katta qalb kasalliklari. Ana shular eng birinchi nimasi nimadan kelib chiqyapti? Masalan, oxirida aytsak, bu adovat, bu ma'siyat, bu narsalar hasad, hiqddan kelib chiqadi. Hiqd, adovat bular. Hiqd bilan hasad nimadan kelib chiqadi? Kibrdan kelib chiqadi. Kibr jaholatdan kelib chiqadi. Mana bular eng boshlanishi o'sha johil. Demak, inson isloh bo'laman degan odam birinchi jaholatni ketkizish kerak bo'ladi. Jaholatni ketkizsa, keyin taniydi. Odam o'zini kimligini odam bilsa, keyin pushaymon bo'lib qoladi. Allohning kimligini bilsa, keyin odam shunda bo'yni pastga qaraydi. Allohning kimligini tanimagan, Allohning hikmatini, Allohning qudratini bilmagan odam ana keyin sapchaveradi. Hozir kundagi isloh qilaman desangiz, avval siz uni haligi doktor odam diagnoz qo'yadi-ku. Siz voqega diagnoz qo'ying birinchi o'rinda. Odamlarda nima isloh qil, nima uchun kasali nima o'zi? Nima sababdan bunday qilyapti bu? Sababi mana shu narsa. Demak, uni keyin uni antisini olib kelishingiz kerak bu, uni ziddini. O'sha antibiotik deydi-ku, mudoddil hayviyni. O'shani olib kelish kerak teskarisini keyin. Ana o'shanda keyin davolagan bo'lasiz. Fa ahana nafsahu kullal ihana. Shayton o'zini butkul xorlab tashadi. Min haythu arada ta'zimaha. O'zini ulug'layman degan joydan. Ana ishi teskarisiga aylandi endi. Ulug'layman deb xorladi va uni yuqoriga ko'taraman degan joydan yerga urdi va uni izzatini xohlagan joydan uni xorlab tashadi va uni lazzatini xohlagan o'rinda unga butun alamlarni unga bilan alamlarni olib keldi. Fa fa'ala bi nafsihi, shayton o'ziga shunday bir yomonlik qildiki, agar uni dushmani unga zarar berishga agar harakat qilganda bunchalik darajada yetib bora olmaydigan darajada bundan ko'ra kattaroq zararni o'ziga o'zi berdi. Shayton Odam alayhisalomga zarar berishdan oldin eng birinchi kimga zarar berdi? O'ziga o'zi qildi. Va man kana hada ghishahu li nafsihi, endi bu o'zini aldashi bu darajada bo'lgan bo'lsa, buni qanday qilib turib aql odam undan bir narsa eshitadi va qabul qiladi va uni do'st tutadi. Aqlli odam, hech esi bor odam shaytonni ham do'st tutadimi? Afatattakhizunahu va zurriyatahu awliya'a min duni va hum lakum adu bi'sa liz-zolimina badala. Mana Alloh taolo shuni ochiq aytib qo'ydi. Va qala taala va iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Biz bir paytlar eslang, malaikalarga aytgan. Bu tarix, bu voqea tarix bu. Bizning tariximiz bu. Aslimiz bizni. Biz malaikalarga aytdikki, odamga sajda qilinglar dedik. Fasajadu, ular hammasi sajda qildi. Illa iblis, u jinlardan edi. Kana minal jin degani asli jindan edi. Ya'ni uni moddasi ham pat berdi-da. Asli o'zi u malaikalardan emas edi, ichiga kirgizilgan narsa edi. Jinliga ish berdi unga o'sha joyda. Esiga tushib, jinligi esiga tushib ketdi deganda-da. Men jinman-ku aytgandek. Hamma sajda qilyapti malaikalar, buyruqqa hech la yasunalloha ma amarahum va yafaluna ma yu'marun. Ular buyurilgan narsani shundoq qilyapti. Bu bo'lsa, yo nimaga deyapti? Fa fasaqa an amri robbihi. Robbisini amridan fosiq bo'ldi. Buyruqdan chiqib ketdi. Sizlar endi o'shani va uni zurriyotlarini meni qo'yib uni do'st tutasizlarmi? Va hum lakum adu, ular sizlarga do'st emas, dushman bo'lsa-ya. Bi'sa liz-zolimina badala. Bu zolimlar uchun bu almashtirib olgan narsasi qanday ham yomon. Allohni qo'yib o'rniga shu shaytonni olyapti. Shu darajada bo'ladimi odam?
Atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khayr. Ya'ni almashtirishda eng yomon almashtirish shu emasmi o'zi? Allohning o'rniga nimani olyaptilar? Shaytonni olyapti. Shaytonni. Ya'ni shayton bo'lib ham bir qaysidir jihatdan manfaat berayotgan, manfaatga harakat qilayotgan nusxa emas u. U 100 ga 100, 1000 ga 1000 unga dushman, ya'ni faqat va faqat bunga yomonlikni olib keladi. O'shani o'zlariga vali qilib tutib olib, o'shanga ibodat qilgan odamlarni nima desangiz bo'ladi? Va o'zlarini ubbadi shayton deb hozir jamoatlar chiqqan, juda katta jamoat bular. Ubbadi shayton degan laqab qo'yib qo'ygan o'zlariga, shaytonni ibodat qiluvchilarni. O'zi aslida Allohga ibodat qilmaganlar hammasi ubbadi shayton. Allohga ibodat qilmadimi, u shaytonga ibodat qiladi. Ibn Qayyim rahimahulloh buni Avliyaur Rahman, Avliya shayton nimasida juda yaxshi tushuntirib bergan. Faslun va amma kayduhu lil abawayn. Shaytonni ota-onamizga bo'lgan nimasi, hiyla-nayrangi. Buni Alloh subhanahu va taolo bizga buni ular bilan birga bo'lgan qissasini bizga aytib berdi. Va shayton ularni aldab, ularga va'dalar berib, ularga jannatda mangu qolish bilan ularni orzulantirishda davom etdi. Qo'ymasdan shuni qilaverdi, hattoki ularga Alloh nomi bilan qattiq qasam ichdiki, men sizlarga nasihat qo'yman deb. Hattoki ularning qalbi shaytonga qalbi xotirjam bo'lib qoldi, ya'ni ishonib qoldi. Qalbi xotirjam bo'ldi degani shaytonga bular ishonib qolishdi. Va ulardan talab qilgan narsasiga ular javob berib qo'ydi. Keyin ularga mana bo'ladigan mashaqqatlar bo'ldi, jannatdan chiqarish bo'ldi, liboslarini ulardan chiqarishlarda mana bo'lgan ishlar bo'ldi. Va bu narsalar shaytonning hiylasi va qalam u bilan, ya'ni taqdirda yozilgan shaytonning makrlari bo'ldi bular. Bularniki qadarda bor edi. Va bu bilan qadar o'zi oldindan uni belgilab qo'ygan edi. Shunday bo'lish kerak edi o'zi asli. Chunki Alloh taolo o'zi nima dedi? Boshida farishtalarga inni jailun fil ardi xalifa, men yerda xalifa qilaman degandi. Odamni yaratishdan oldin. Demak, Allohning maqsadi o'zi odam alayhisalomni jannatda yashatish emas, yerga tushirish edi, yerda yashatish edi. Yer uchun yaratuvdi odam alayhisalom. Tuproqdan yaratdi va yerni mos qildi. Butun yerga moslangan, odam yerga moslangan. Yerdan yaratilgan yerga minha xalaqnakum va fiha nu'idukum va minha nukhrijukum taratan ukhra. Inson yer bilan ana buning uchun Alloh yaratganda, lekin shaytonga o'xshagan bittasi uni odam alayhisalomni chiqarish kerak edi. Unga shayton keldi ana. Alloh subhanahu va taoloning hikmati o'sha shaytonni bunday bo'lib qolishiga o'zi sababchi, shaytonni o'zi. Unga Alloh taolo bittalaring shaytonga o'xshab beringlar, shayton bo'lib beringlar deb tanlagan emas. Ya'ni uni o'zi o'sha holatga tushdi. Alloh bilardi bu narsani. Uni ichidagi jaholati, ichidagi kibri mana shu uni yedi shaytonni. Odam alayhisalomni mana shu chiqardi jannatdan. Va kana zalika bikaydihi va makrihi. Lekin bu taqdir bilan bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo uni makrini o'ziga qaytardi. Odam alayhisalom bilan momo Havoni, ota-onamizni o'zini rahmati bilan, mag'firati bilan Alloh taolo tadaraka, ya'ni oldingi holatiga qaytardi va ularni jannatga chiroyli holatda, go'zal holatda yana qaytardi. Ya'ni odam alayhisalom jannatdan chiqarildilar, lekin qanday qaytib kirdilar? Qanday holatda? Mangu qoladigan bo'lib qaytib kirdimi? Mangu qoladigan bo'lib qaytib keldi. 2 shub chiquvdi, necha shub qaytib keladi? Bu shaytonning o'ylagan narsasidan ko'ra jannatda yashasa ko'paymaydi, yashab yuraveradi ko'si. Lekin jannatdan chiqqandan keyin ana endi bu yoqdan kelyapti payg'ambarlar, solihlar, shahidlar, siddiqlar, avliyolar, qancha toat ahli, million milliardlab odamlar kelib jannatga kiryapti. Buni shayton ko'rsa nima deydi endi? Bekor qilgan ekan bunga. Jannatdan chiqarib bekor qilgan ekan deydimi? Odam alayhisalomga qilgan uni nayrangi uni yana o'zi tom teskarisiga qaytyapti. Va ada aqibatu makrihi alayhi. Makrini oqibati o'ziga qaytdi. Buni o'zi do'zaxga kirib ketdi. To'dasi bilan birga, uni zurriyotlari va atbolari bilan birga shayton bayroqni ko'tarib bu yoqqa do'zaxga kirib ketdi. Odam alayhisalom jannatga zurriyotlari bilan jannatga kirdi. Va la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Yomon makr faqat o'zini ahliga uradi. Bu qoida bu. Birovga choq qolsang, o'zing qilasan deydi-ku. Ana bu narsa qoida bu. Shayton odam alayhisalomga choq qozuvdi, o'zi tushdi. Jannatdan chiqaraman deb harakat qiluvdi, chiqargan bo'ldi. Xuddiki.
lekin u chiqargani unga zarar chiqarmasa yaxshi edi qayta u shayton uchun. Qo'yish turishda turaversa yaxshi edi ekan. Odam alayhissalom chiqqandan keyin qanday bo'lib qaytib kirdi? O'rniga o'zi do'zaxga kirib ketdi endi. Zurriyotlari bilan birga. Bu Allohning dushmani o'zini jaholati bilan o'ylagandiki, g'alaba va zafar bu urushda menga bo'ldi deb o'yladi. Maqsadimga yetdim, men odamni jannatdan quvg'in qildim, haydatdim men deb o'yladi. Va bu yerdagi mana bu Alloh taoloning mana bu so'zini askarlari bordan pistirma borligini bilmadi. Robbana zolamna anfusana, ey Robbimiz biz o'zimizga zulm qildik. Agar bizni kechirmasang, rahim qilmasang biz zarar ko'ruvchilardan bo'lamiz degan pistirma bordi bu yerda. Yoki bo'lmasa summashtabahu robbuhu, keyin Robbisi uni o'ziga tanlab oldi, uni tavbasini qabul qildi va hidoyatladi degan davlatni, ya'ni bu charxpalaydi uni foydasiga aylanishiga qaramagan edi, o'ylamagan edi bu tomondan. Bu yoqdan odam alayhisalomning tavba tazarrusi va bu yoqdan Alloh subhanahu va taoloni uni qabul qilishi, buni shayton hisobga olmagandi. Odam alayhisalomning endi obro'ylari jannatdan chiqishdan oldingidan ko'ra obro'yisi katta bo'lib ketdi yana. Yana ham odam alayhisalomda tavozi yana ko'rindi. Ya'ni odam alayhisalom o'zini masalan insonda aslisi demak gunoh qilib qo'yish ekanligini, lekin shu bilan birga tavba tazarru borligini ko'rsatib qo'ydilar. Mana bu narsa ya'ni biz uchun katta dars bo'ldi. Bu la'in mal'un o'yladiki o'zini johilligi bilan, bijahlihi o'zini johilligi bilan o'ylagandiki Alloh subhanahu va taolo o'zini bu saralagan bandasidan voz kechib yuboradi va o'zini qo'li bilan yaratgan, unga o'z ruhidan puflagan va unga butun maloikalarni sajda qildirgan va unga hamma narsani ismini o'rgatgan zotdan o'zini yaxshi ko'rgan mana bu kishisidan shu bitta yegan narsasi uchun, jannatdagi yeb qo'ygan narsasi uchun voz kechib yuboradi deb o'ylaydi. Bu o'ylagan fikri nima bo'ldi shaytonniki? Xato qildi. Ya'ni bu johilligi yana pand berdi bana. Johilligi o'zi boshida sajda qilmay pand beruvdi. Ana endi jannatdan chiqarib yana pand berdi. Bu odam o'yladiki, bu shayton o'yladiki, bo'ldi men maqsadimga yetdim. Odamni quvg'in qildim, jannatdan chiqardim deb o'yladi. Lekin jannat kimniki, yer kimniki? Robdan uzoqlashtirdimi desa, yo'q. Odam alayhisalom Alloh taologa jannatda yaqinmidi, jannatdan chiqqandan keyin yaqin bo'ldimi? Jannatdan chiqqandan keyin Allohdan jannatda ko'proq qo'rqamidi, jannatdan chiqqandan keyin ko'proq qo'rqdimi? Ko'ryapsizmi holatlarni? Shuning uchun biz mana bu narsadan juda katta darslar olamiz. Maloikalarni sajda qilganligi, shayton sajda qilmaganligi, bu tarix Alloh taolo buni aytib bergan holatdan agar qarasak juda katta darslar olamiz bundan biz. Va ma alima anna at-tabiba qad allama al-marida ad-dawa. Bu shayton bilmagandiki tabib kasalga davoni kasal bo'lishdan oldin o'rgatib qo'yganligini. Odam alayhisalomga bu kasal bo'lsang, ya'ni bizga kasalligimiz nima? Gunoh kasalligi. Gunoh qilsang istig'for so'ra, men kechiraman degan narsa bor edi. U johil buni tushunmadi. Bunga gunoh qildirsam bo'ldi deb o'yladi. Falamma ahassa bil marad, bu kasalni sezgandan keyin kasal tez dorini iste'mol qilishga shoshildi. Lamma ramahul adu, dushman uni o'q bilan, ya'ni o'ldirmaydigan joyiga otgan paytda, ya'ni jannatdan chiqarib do'zaxga kirgizib yuborolmadi. Lekin nimadir qiluvdi, baribir ham o'qi kelib teguvdi odam alayhisalomga. Unga tabib oldindan bitta tiryoqni berib qo'ygandiki, malhamni shu o'q nima qilsa, shuni o'sha joyga shu surtasan yaxshi bo'lib ketasan degan edi. Uni bu johil bilmagan edi. Fabadara ila mudawatil jurhi, kasal jarohatni tezlik bilan davolashga shoshildi. Faqama ka'allam yakun bihi qalaba. Unda hech bir dard alomati bo'lmaydiganday, ya'ni oldingi kasallik alomati bo'lmaganday bo'lib turib ketaverdi. Buliyal adu bizambi fa asar. Bu dushman gunoh bilan balolandida u gunohida davom etdi va hujjat keltirdi va buyruqqa e'tiroz bildirdi va hikmatga ta'na qildi va kechirishni so'ramadi. Valam yasal iqola. Ya bo'ldi, meni kechir, men xato qilib qo'ydim demadi biror og'iz. Yo, men to'g'riman deb turaverdi. Va bu xatodan pushaymon ham bo'lmadi. Habib bo'lsa, Allohni yaxshi ko'rgan, suygan bandasi gunoh bilan mubtalo bo'ldi-da, fa'taraf, uni e'tirof etdi. Mana gap shu yerda. Mana bu bizga dars.
e'tirof etib gunohni tan olishda gap ko'p. Va taba va nadim, tavba qildi, pushaymon bo'ldi, tazarru qildi, vastakan, bo'yin so'ndi, bo'yin egdi va xalifani mafzaiga, ya'ni iltijo qilayotgan joyiga borib iltijo qildi. Va huwa, bu iltijo qilayotgan joyi tavhid, istig'for edi. Shundan keyin undan aybi ketkazildi, unda gunohi kechirildi, undan tavba qilayotgan nimasi tavbasi qabul qilindi va futiha lahu va unga rahmat va hidoyatdan hamma eshiklar ochildi. Biz bo'lsa farzandlarimiz kim otasiga o'xshasa zulm qilmabdi. Va man yushabih abahu fama zalam. Kim otasiga o'xshasa zulm qilmabdi. Ya'ni gunoh qilamiz, lekin nima qilish kerak? Tavba istig'for qilish kerak. Kim agar xulqi tavba bo'lsa, istig'for bo'lsa, bu eng yaxshi xulqqa hidoyatlangan bo'ladi. Biz gunoh qilmay yuramizmiz, gunoh qilib qo'yishimiz mumkin, chunki holatimiz shu. Kullu bani adam xatoun. Hamma odam xato qiladi, lekin xato qiluvchilarning yaxshisi nima? Tavba qiluvchilar. Biz do'st istaganda ham farishtani izlamaylik yoki bir olim istaganda farishta bo'lgan olimni istamaylik, hamma gunohkor. Lekin asosiy narsa nimada? Tavoziyda odam gunohni tan olishda, ya'ni bo'yin egishda. Keyin Odam alayhissalomni bolalardan biriga hiyla qildi shayton. Ya'ni bu juda ajib bir nimalar, asoslar bilan. Qarang, birinchi bo'lib turib shayton o'ziga va o'zining zurriyotlariga qildi. Keyin Odam alayhissalomga qilganini aytayapti. Keyin Odam alayhissalomni bolalardan birini ildirdi o'zining to'riga. Birinchi ildirishlar bu tarixda. U bilan o'ynashaverdi toki o'zini ukasini o'ldirishga olib keldi. Qobil bilan Hobilning voqeasi. Va otasini unga g'azablantirdi va Mavlosiga osiy bo'ldi bu. Otasini g'azablantirdi o'g'il va Mavlosiga osiy bo'ldi va zurriyot uchun, butun Odam alayhisalom zurriyoti uchun odam o'ldirish sunnatini tuzib berdi bu odam, Qobil. Sahih hadisda sabit bo'lib keladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: qaysiki jon agar zulman o'ldirilsa, Odam alayhisalomning birinchi o'g'liga o'shani qonidan bir nasiba boradi. Chunki u o'ldirishni sunnat qilib joriy qilgan birinchi odam dedilar. Birinchi o'ldirishni sunnat qilgan, joriy qilgan odam. Bu dushman mana bu qotilga hiyla qildi, o'zini rahimini, qarindoshchilik aloqasini uzish bilan. Ya'ni odam o'ldirishdan ko'ra uzish bormi o'zi? O'zini ukasini o'ldirishdan ko'ra aloqani uzish, kattaroq uzish bormi? Ota-onaga oq bo'lish, Robbisini g'azablantirish va naqsi adadihi va uni adadini kamaytirish va zalama nafsahu va arradahu li'azamil iqob. Xullas, o'sha dushmanini xursand qilish degan ma'noda kelyapti-da hozir. Dushmanni xursand qilish deganda bir to'g'ri kelayotgan bir iborani shiga qo'yib ketamiz, chunki ma'no umumiy ma'no tushunarli. Ya'ni Odam alayhisalomning o'g'liga bu dushman nima qildi? Kadal adu hadal qotila, bu qotilga hiyla qildi, rahim qarindoshchiligini uzish bilan, ota-onaga oq bo'lish bilan, Robbisini g'azablantirish bilan va dushmanini xursand qilish bilan deganda edi bu. Dushmani shayton, shaytonni xursand qilish bilan. Odamning adadini kamaytirdi, balkim. Va naqasa adadahu desa odamning adadini kamaytirdi. Ko'paytirishni o'rniga odam kamaytirdi desa ham bo'lar balkim. Va zalama nafsahu, o'ziga o'zi zulm qildi. Va arradahu li'azamil iqob, va o'zini eng katta iqobga, azobga ro'para qildi. Va haramahu hazzahu min jazilis savab, va katta bir savobdan bo'lgan nasibasidan mahrum qildi. Faslun. Summa jaral amru ala sadadi val istiqoma. Keyin ish to'g'rilik va istiqomatda davom etdi. Ummat bitta edi, Odam alayhisalomning boshchiligida. Odam alayhisalomning zurriyotlari yerda obod qilyapti, ibodat qilyapti Allohga. Hayot ketyapti. Ummat bitta, din bitta, ma'bud bitta. Alloh taolo aytadiki: "Va ma kana an-nasu illa ummatan wahida." Ummat, odamlar bitta ummat edi. Faxtalafu, ixtiloflashdi degani, ya'ni kufr paydo bo'ldi. Odamlar ichida kufr paydo bo'ldi. Buni tarixi bor buni. Butun tarix hozir Sheyx rahimahulloh tarixni butun keltirib aytib beradi bizga. Ijmoliy holatda, umumiy holatda juda ajoyib bir tarixni aytib beradi. Odamlar ixtiloflashdi degani kofirlik paydo bo'ldi. Shirk paydo bo'ldi.
Valavla kalimatun sabaqat min robbik, agar Robbing tarafidan oldin bo'lgan kalima bo'lgan, taqdir bo'lmaganda edi, odamlar qiyomat kunigacha yashashi, shuncha odamlar, zurriyotlar hali tug'ilishi, paydo bo'lishi degan gaplar bo'lmaganda edi, laqudiya baynahum fima fihi yaxtalifun, ular ixtiloflashgan narsalarda ular o'rtasida hukm chiqarilib, ajrim qilingan bo'lardi, o'zi ish bitgan bo'lardi. Bu shirki uchun hammasini yo'qotib yuborgan bo'lardi Alloh taolo. Lekin odamlar yashash kerak, hali bu yoqda Allohning o'zini maqsad qilgan ko'p narsalari bor. Va qola taala kana an-nasu ummatan wahida. Alloh taolo aytadiki, odamlar bitta ummat edi. Alloh taolo payg'ambarlarni yubordi, ularni bashorat beruvchi va ogohlantiruvchi qilib yubordi. Va ular bilan birga haq bilan kitobni nozil qildi. Kitobni haq bilan kitobni lozim qildi, odamlar o'rtasida ixtiloflashgan narsalarda hukm chiqarish uchun. Ya'ni bu yerda hozir odamlar bitta ummat edi degani, demak Odam alayhisalomdan keyin bitta ummat tavhidda hamma dinda kelyatuvdi. Keyin ixtiloflashdi degani kufr paydo bo'ldi. Keyin Alloh taolo ularga tushuntirish uchun payg'ambarlar yubordi, kitoblar tushirdi va hokazo hayot mana shunday mujodala bilan ketdi bu yoqqa. Said Qatadadan aytadiki, bizga aytib berildiki, Odam alayhisalom bilan Nuh alayhisalom o'rtasida 10 avlod asr bor edi. Ularda hammasi hidoyatda va haq shariatda edi. Keyin mana shundan keyin ixtiloflashdi. Ixtiloflashdi degani kufr paydo bo'ldi. Kofir bilan musulmonga ajraldi. Alloh azza va jalla Nuh alayhisalomni yubordi va u kishi Alloh yer ahliga yuborgan birinchi rasul bo'ldi u kishi Nuh alayhisalom. Va odamlar ixtiloflashgan paytda va haqni tark qilgan paytda yuborildi u kishi. Ixtiloflashgan degani o'sha odamlarda kufr paydo bo'lgan paytda, haqni tarqalish bo'lgan paytda Nuh alayhisalom keldi. Ibn Abbos aytadiki, odamlar bitta ummat edi degani hammasi islomda edi. Mana bu narsa bu oyat haqidagi sahih qavl shu. Bu oyat haqida boshqa gap ham bor. Ya'ni bitta ummat edi degani hammasi kofir edi deb ham tushunish mumkin. Lekin bu noto'g'ri tushuncha bu. Buni hozir aytamiz endi. Mana Atiya Ibn Abbosdan roziyallohu anhudan rivoyat qiladi. Kanu ummatan wahida, kanu kuffara. Ular bitta ummat edi degani nima degani? Hammasi kofir edi dedi. Bu Hasanning so'zi va Atoning so'zi. Qola bular ikkalasi aytganki, odamlar Odam alayhisalom vafotidan boshlab to Nuh alayhisalom yuborilgunlaricha bitta ummat edi, bitta millat edi, u ham bo'lsa kufr millati deydi. Kanu kuffaran kulluhum. Ularda hammasi kofir edi, xuddi hayvonlarday. Alloh taolo shunda Nuh alayhisalomni yubordi va Ibrohim va payg'ambarlarni, boshqa payg'ambarlarni yubordi dedi. Lekin bu to'g'ri emas bu. Bu gap hazal qawlu da'ifun jiddan. Bu gap juda ham zaif va u Ibn Abbosdan munqati' xabarda kelgan, uzilgan xabar, sahih emas. Sahihi Ibn Abbosdan buni xilofi, ya'ni xilofi nima bo'ldi? Ummata vahida degani kanu alal fitra, islomda edi, ular musulmon edi deb kelgan. Keyin faxtalafu, ixtiloflash degan ularda kufr paydo bo'ldi. Kufr paydo bo'lib kofirlashib ketavergandan keyin Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhisalomni yubordi. Ibn Abi Hatim aytadi, haddathana Abu Zura, bizga Abu Zura aytib berdi, u kishi aytadi bizga Shayban ibn Farruh aytib berdi, u kishi aytadi Hammom bizga aytib berdi, Hammom aytadi bizga Qatoda Ikrimadan, Ikrima Ibn Abbosdan aytib berdi. Ibn Abbos aytdiki, kanu alal islami kulluhum. Ularda hammasi islomda. Ummatan vahida degani hammasi islomda edi degani. Mana bu qat'an to'g'ri gap shu. Chunki Ubay ibn Ka'bning qiroatida faxtalafu fa ba'athallohu an-nabiyyina mubashirin va munzirin deb kelgan. Odamlar ixtiloflashuvdi, keyin Alloh taolo payg'ambarlarni mubashir va munzir qilib jo'natdi dedi. Va mana bu qiroatga yana Alloh taoloning Yunus surasidagi so'zi ham bunga guvoh bo'ladi, dalil bo'ladi. Va ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan faxtalafu. Odamlar hammasi bitta ummat edi, keyin ixtiloflashdi. Ixtiloflashdi degani demak kofir bo'lib ketdi degani. Kofir bo'lib ketdi. Ay kofir bo'lishdan oldin nima edi? Ummatan vahida degani, demak ummatan vahida degani hammasi islomda edi degani. Maqsad dushman ularga hiyla qildi. Biz nimani aytmoqchimiz? Dushmanni hiyla qilgan shayton, o'zi kitobimiz shu, mavzumiz shu o'zi. Shayton qanday kirib kelganligini tushuntirmoqchimiz. Dushman ularga hiyla qildi va ular bilan o'yin qildi. Hattoki odamlar ikki qismga bo'lindi, kofir va mu'minga. Va ularga butlarga ibodat qilish bilan hiyla ishlatdi. Ularni yo'ldan urdi. Ya'ni yo'ldan urdi desak bo'ladi. Kadahum degani ularni butga ibodat qildirish bilan yo'ldan urdi va
qayta tirilishda inkor qilish bilan yo'ldan urdi. Eng birinchi yo'ldan urgan shaytonni yo'ldan urganlari butga ibodat qilganlar bo'ldi. Min jihatil ukufi alal qubur. Mana bu butga ibodat qilganlarni yo'ldan urgan birinchi ishi shaytonni qabrlarga e'tikof o'tirish jihatidan keldi. Ya'ni hani butga ibodat qilganlarni qanday qilib yo'ldan ozdirdi desak, buni javobi shuki, qarasak qabrlarga e'tikof o'tirishdan, qabrlarni ulug'lashdan kelib chiqardi. Buni oldin ham aytgan edi shayx. Ko'p shaytonning hiylalaridan biri o'sha qabrlar bilan yo'ldan ozdirish odamlar. Bu hozir kundagi eng avjogan narsalardan bu. Islom diyorlarida qarasangiz, qabrlarni gumbazqi o'qib, mashhadqi bir narsa desangiz, nima sen aziz avliyolarimizni yaxshi ko'rmaysanmi? Busan degan gap eshitasiz. Lekin bunday insof bilan qaraganda shaytonni eng birinchi yo'ldan ozdirgani qabrlarga e'tikof o'tirish bilan boshlagan, uni qabr egalarini suratini chizishdan boshlagan. Aslida yaxshi niyatda liyatazakkarahum biha liyatazakkaru odamlar o'sha solih odamlarni shu suratlar bilan, haykallar bilan eslab turish uchun buni Alloh subhanahu va taolo ularning qissasini o'z kitobida aytgan. Va qalu la tazarunna alihatakum. Va ular aytishdiki, sizlar olihalaringni tashamanglar. Va sizlar Vat, Suva, Yag'us, Yauq, Nasr bular hammasi solih odamlarning ismlari va ular butlarga qo'yilgan edi. O'shalarni hech ham tashamanglar deb Nuh alayhisalomning qavmi odamlar bir-biriga shuni vasiyat qildiki, dinlaringda mahkam turinglar, Nuhning gapiga aynamanglar, bu gapiraveradi, bu sizlar mahkam ushlanglar deb turib ushlagan joyi. Xo'p, mana shu yerda to'xtaymiz Buxoriyning sahihidagi hadisda, chunki bu yog'i bir nimalarni butun o'sha butlarni hammasini arab diyoridagi butlarni tarixini bu kishi keltirar ekan, bitta hammasini. Vat qaydan kelgan, Suvoq qaydan kelgan, Yag'uz qayda, Isof, Noila hamma bu shu Kabani atrofidagi Jaziratul Arabda, bu yog'i Toifda bo'ladimi, Yamanda bo'ladimi, hammasidagi butlarni asli kelib chiqishini aytib beradi. Mana shu bilan ya'ni o'sha bu toki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar qilib yuborilib, qisqa muddat ichida bularni hammasini yer bilan yakson qilguncha. Alhamdulillah bu narsadan Alloh taolo qutqardi. Lekin yanaki shayton hali harakatini qilyapti. Hozir yana o'sha narsalar tiklanib, yana o'sha qabr bilan, yana o'sha eski dard, o'sha narsalar suratlarini chizib, hozirgilar qarasangiz surat bilan ishi. Shayxini portretda suratini olib kelib qo'yadi, zikr qilyapmiz deydi. Yoki robita deb shayxini suratini qalbiga qo'yib yuradi. Allohga duo qilsa, men shayxim orqali qilyapman deydi. Robita qiladi. Ayni o'sha Nuh alayhisalomning davridagi shirk bugungi kunda yana o'sha holatda qaytib keldi oyog'imini. Biz endi o'sha Nuh alayhisalom nima qilgan bo'lsalar, undan keyin Ibrohim alayhisalom, undan keyin boshqa payg'ambarlar va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu yo'lda, shu hikmat bilan, mana shu uslub bilan davom etishimiz kerak bo'ladi. Vallohu a'lam va sallallohu alayhi va sallam Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Valhamdulillahi robbil alamin.